Qozog'iston Respublikasi. Assalomu alaykum hammaga. Qozog'iston Respublikasidamiz. Almaty shahrida. Juda ko'pchilik bitta video qo'yganimdan keyin juda ko'pchilik ish so'ragan, o'zim WhatsApp nomerimni qoldirgandan keyin где-то 900 tadan ko'p odam mendan ish so'rab telefon qilgan. Shuning uchun bitta ma'lumot berib o'taman. Almaty shahridagi mana ko'rib turgan joylaring bu Altınorda bozori. Juda katta bozor bu. Bu yerda ishlaydigan odamlarning asosiy продавецlar bular o'zbeklar. O'zbekistonlik, tojikistonlik, овощной produktda, xo'p, qo'l mevalarda основном tojiklar ishlaydi. Qolgan kiyim-kechak sotuvlarida o'zbeklar ko'proq ishlaydi, o'zbekistonliklar. Bu yerda oyliklariga keladigan bo'lsak, sredniy oylik 400 ming tanga, 800-850 dollar atrofida. Yashash narxlariga keladigan bo'lsak, yashash narxlari mana shu do'konlarda orqa tomonlarida частный uylar bor. Где-то bir komnatda 100 dollar, 120 dollar atrofida. Yeb ichish, bu yerda produktlar O'zbekiston, Tojikistonda arzon. Yog', un bu juda ham arzon. Xullas, yashash chem Rossiyaga nisbatan arzonroq. Juda ko'p odam основном ayol kishilar, keyin mana shu bu stroykadan boshqa sohada ishlayotganlar mendan ish so'ragan. Bu sohalarda tanishim yo'q, lekin mana shu yerlardan kelib ish olib ishlab ketsa bo'ladi. Avval продавец bo'lgan bo'lsangiz yoki kassa apparatlarida ishlagan bo'lsangiz, keyin shaurmistlar, shaurma tayyorlaydigan bolalar masalan kelib olsa bo'ladi. Bu yerda arendalar где-то 200 dollar atrofida, lekin shaurma, boshqa taomlar bu yerda вообще VIP zo'r. Demoqchi bo'lganim, mana shu yerda hozir bozordagi kiyim-kechak, osh markazlari bu hammasi O'zbekistondan kelib biznes ochib savdo qilayotganlar. Plov pishiradiganlar, osh pishiradiganlar juda ko'p bo'lib ketdi oxirgi 2 yil ichida. Shuning uchun juda ko'pchilik mendan so'raydi-da, mana shu yerda o'zida ham kelib biznes qilsalaring bo'ladi. Men o'zim 5 yildan beri Qozog'istondaman, o'tgan yil Rossiyada bo'ldim. Rossiyaga nisbatan Qozog'iston ancha yaxshi. Dokumentatsiyalari Rossiyadagidek patent qiyin emas, patentlari yo'q. Разрешение работы 3 oylik. Xullas, Qozog'iston chotki zo'r rivojlanyapti. 2020-yil kelganimda mana shu domlarning birontasi yo'q edi. Mana bu domlar, bu bozorlar ham yo'q edi. Oddiy palatkalar edi. O'zi mana 5 yil ichida bu yer atrof polniy shahar bo'lib ketdi. Xullas, bu videoni Qozog'istonda ishlamoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Hammaga rahmat. Kanalga bitta podpisatsiya qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar.